Lekin do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang. Xo'p, do'stlar, bu galgi videoroligimizda sizlar bilan Drop TRX saytini ko'rib chiqamiz. Tron saytini. Bu saytimiz orqali biz sarmoyasiz ravishda Tron ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Hop, ro'yxatdan o'tish juda ham oson do'stlar. Google akkauntlaring orqali ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Sayt manzili kommentariyada bo'ladi do'stlar. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Hop, saytdan ro'yxatdan o'tishni tushuntirib o'tdik. Keyin do'stlar, bu yerda biz nima qilishimiz mumkin? Emailingizni tasdiqlasangiz, mana bu yerda bonus degan joyida bonus olishingiz mumkin bo'ladi. Hop, 3 ta kunlik bonuslari bor. Bittadan spin aylantirib olishingiz mumkin. Holatga qarab olsangiz bo'ladi do'stlar. Hop, har soatlik bonus ham bor do'stlar. Kirani bu. Hozir bizda story bo'limida 30 ta Tron ishlatsak, Eron bo'limiga o'tamiz do'stlar. Hop, pastda turli bo'limlari bor. Referensni kana mana belgilash etib olishingiz mumkin. Nagradniy bo'limidan yana boshqa narsalar ochkoingizni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Zaborovlik tugmasi orqali do'stlar biz bu yerdan Tron ishlashimiz mumkin ekan. Hop, Igrate bo'limida do'stlar biz turli o'yinlarni o'ynagan holda ishlashimiz mumkin bo'ladi. O'yinlarni qancha ko'p o'ynasak, shuncha ko'p o'yinimiz oshib boraveradi do'stlar. Hop, asosiy bo'limga o'tib olamiz. Hop, pul chiqarishni ko'rib chiqamiz. Bu yerdan do'stlar depozit qilishingiz mumkin. Pul chiqarishda do'stlar TRK20 adresini olasiz. Hop, TRK20 adresini olib do'stlar bu yerdan chiqarishimiz mumkin ekan. Komissiya 0.1 ekan do'stlar. Demak, biz 0.1 dan oshirishimiz kerak. Minimal summa 5 Tron bo'lganligi uchun 0.1 dan oshirishimiz kerak bo'ladi. Ozgina videorolikni pauza qilib turamiz. O'yinlarni o'ynab hisobimizni ko'tarib olgandan so'ng davom ettiramiz. Hop, do'stlar, Binance'ga kirib olamiz. Binance'dan biz vivesti aktivni tugmasini bosamiz va bu yerga Tron yozishimiz kerak bo'ladi. TRXni yozsak o'zi chiqadi. TRK20 adresni kopirovать qilamiz va bu yerga qo'yamiz do'stlar. Hop, Tron adresini kiritamiz. Summa 511 yozamiz do'stlar. Hop, vivesti tugmasini bosamiz va bizning pullar ketdi do'stlar. Hop, buni qayerdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi? Mana shu story bo'limidan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozirda pending turibdi. Hop, Binance'ga ham o'tib ko'rishimiz mumkin. Hop, do'stlar, mana bu yerdan chiqishi hozir profil bo'limiga o'tsangiz, mana shu yerdan o'zi keladi do'stlar. Hop, hozir bizda 00.024 turibdi. Shu o'zgaradi do'stlar. Hop, dastur saytimiz to'lagandan so'ng skrinshotini Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. Va mana shu Drop BNB saytidan ham pul chiqarib ko'rganmiz. Bundan do'stlar, hop, bu saytimiz manzili ham kommentariyada bo'ladi. Bundan pul chiqargan edik, lekin meni hamyonimga kelib tushmadi. Komplekt bo'ldi men, chunki buni Payer hamyoniga chiqargan edim. Payerdagi BNB manziliga chiqarganman. Shuning uchun
noto'g'ri manzil kiritdimmi? Hayronman, endi tushib kelsak ko'ramiz do'stlar. Yoki bo'lmasa o'zini mana shu bilansiyaga chiqarishimiz ham mumkin edi. Lekin men payerga chiqarib ko'rdim, to'laydimi yo'qmi, shuni bilib olamiz. Ikkalasi ham dastur sayt manzillari kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishlaring mumkin. Barchalaringga rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin. Ikkalasi ham to'lagandan so'ng Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lishingizni so'rab qolaman do'stlar.